Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga Texa brendiga tegishli tarsovka apparatimiz yetib keldi. Bugungi video obzorimizda ushbu apparatimiz haqida to'liq ma'lumotlar berib aytib o'tib ketamiz. Ko'pchilik akalarimiz tarsovka apparatlar so'rashib turadi. Bizda eng original modelidan yetib keldi. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, narxlari va funksiyalari haqida tanishtirib o'tib ketamiz. Texa brendiga tegishli Germaniya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan apparatimiz bo'ladi. Buni motorlarini hozir ko'rsatamiz. Motori 2000 watt bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. 2000 wattlik 4500 оборот bo'ladi. Texa brendiga tegishli, garantiyalari bor brend. Hop, disklar almazli disklar bo'ladi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Hop, buni bemalol legirovka qilsalaring bo'laveradi. Bu yerda o'zining relisi bor, oldiga, orqaga bemalol siljiydi. O'zlaringga moslab olsalaring bo'laveradi. Keyin pastdagi relisini ham o'zlaringga mos holda 45 gradusga aylantirib, xohlagan razmerlarga qo'yib olishlaring mumkin bo'ladi. Endi buni yana bitta funksiyasi bor. Bu yangicha model pilisos funksiyasi bo'ladi. Ya'ni ishlatganlaringda keskanda o'sha musorlari, to'ponlari bu yerdan pilisos funksiyasi orqali chiqib turadi. Bu yerda qopcha ulab qo'ysalaring, o'ziga changitmasdan tashlab berib turaveradi. Ko'rishlaring mumkin, mana shu holatda bo'ladi. Bu apparatimiz narxiga keladigan bo'lsak, narxini $135 dan qilib beramiz. Bundan kichkina modellari ham bor. Narxlari $80, $70 variantlari ham bor, lekin bu hozirgi eng professionalni va eng katta modeli bo'ladi. Narxini $135 dan qilib beramiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol do'konimizdan kelib xarid qilishlaring mumkin. Garantiyalari 6 oyga beriladi ushbu tarsovka apparatimizga.